Assalomu alaykum metal mart obunachilari. Mana biz bugun Buxoro viloyati Jondor tumanidagi yana bir xonadonimizga 20 metrdan oshiq perillarimizni o'rnatib berdik. Bularga nimalar ishlatganmiz? 10 ga 10 qora tumbadan foydalanganmiz. Tepasiga xuddi shuni uyg'unligini bildirgan holatlarda qora tekstalitlardan qo'yib berganmiz. 2,5 ga 2,5 profil balasinamiz o'rnatib qo'yib, stoykalarni 5 ga 5 profildan foydalanganmiz. Yana buni o'nglikda yo'q, bu yo'ldan chapaqaytgan. O'zbekiston bo'ylab hamma joyda, viloyatlarda showroomlarimiz bor. Tashrif buyuring yoki pastda nomerlar qoldiramiz. Call centrimiz orqali murojaat qilib, uyingizga bemalol o'rnatishingiz mumkin. Ustalarimiz olib borib, yetkazib, bemalol o'rnatib berish imkoniyatiga ega.